bo'lish, shuningdek vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, ya'ni kasallik nafaqalarini tayinlash va to'lashning yangi tartibi joriy etildi. Eng muhim yangilik shundaki, endi bu to'lovlar asosan Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladi va fuqarolarga Baraka ijtimoiy kartasi orqali o'tkaziladi. Bu videoda yangi tizim qanday ishlashi, kimlar nafaqa olish mumkinligi, dekret pullari qanday hisoblanishi hamda kasallik nafaqalarida nimalar o'zgarganini sodda tilda tushuntirib beramiz. Avvalo davlat ijtimoiy sug'urtasi nima ekanini tushunib olaylik. Bu inson kasalligi, homiladorligi yoki boshqa qonunchilikda belgilangan holatlar sabab vaqtincha daromadsiz qolganida uni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan davlat tizimidir. Ya'ni siz ishlayotgan davrda sug'urta tizimida ishtirok etasiz, keyinchalik esa sug'urta hodisasi yuz bersa, davlat sizga ma'lum miqdorda nafaqa to'laydi. Majburiy ijtimoiy sug'urtaga mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan xodimlar, fuqarolik huquqiy shartnoma asosida xizmat ko'rsatayotganlar hamda tashkilot rahbarlari kiradi. Bundan tashqari tizimda ixtiyoriy ishtirok etish ham mumkin. Masalan, o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi rahbarlari, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar, chet elda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolari va yana bir qator toifalar ixtiyoriy badal to'lab ijtimoiy sug'urtaga qo'shilishi mumkin. Endi homiladorlik va tug'ish nafaqasi, ya'ni xalq orasida dekret puli deb ataladigan to'lov haqida. 2026-yil 1-yanvardan boshlab dekret puli endi ish beruvchi emas, balki Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan to'lanmoqda. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi barcha sug'urtalangan ayollar uchun yagona va shaffof tizim yaratish. Nafaqa elektron mehnatga layoqatsizlik varaqasi, ya'ni elektron kasallik varaqasi asosida tayinlanadi. Buning uchun ayoldan alohida ariza yozish talab qilinmaydi. Tizim barcha ma'lumotlarni avtomatik tekshiradi va nafaqa miqdorini o'zi hisoblaydi. Xo'sh, dekret puli qanday hisoblanadi? Bu yerda asosiy omil sug'urta staji. Agar sug'urta staji 10 oydan 24 oygacha bo'lsa, ayol o'rtacha ish haqining 75% ni oladi. 25 oydan 60 oygacha bo'lgan stajda bu ko'rsatkich 85% ni tashkil etadi. Agar sug'urta staji 61 oy yoki undan ortiq bo'lsa, nafaqa o'rtacha ish haqining 100% miqdorida hisoblanadi. Biroq yana bir muhim cheklov bor. Hisob-kitobda o'rtacha ish haqining mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 10 barovaridan oshmagan qismi inobatga olinadi. Dekret puli qancha muddat uchun to'lanadi? Odatdagi homiladorlik va tug'ishda 126 kalendar kun uchun bir yo'la to'lab beriladi. Agar tug'ish murakkab kechsa yoki egizak, 3 egizak kabi 2 va undan ortiq bola tug'ilsa, nafaqa 140 kalendar kun uchun hisoblanadi. Muhimi, bu mablag' har oy emas, bir martalik to'lov sifatida beriladi. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol: rasmiy ishlamaydigan ayollar ham dekret puli olish mumkinmi? Ha, mumkin. Ammo buning uchun ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta tizimida ishtirok etish kerak. Masalan, ayol o'zini o'zi band qilgan bo'lsa va muntazam ravishda ixtiyoriy sug'urta badallarini to'lab kelayotgan bo'lsa, u ham dekret pulini olishi mumkin. Yoki ayol ishlamasa, uning uchun ishlayotgan turmush o'rtog'i ixtiyoriy sug'urta badallarini to'layotgan bo'lsa ham nafaqa tayinlanishi mumkin. Lekin buning uchun muhim shart mavjud. Badallar kamida 10 oy davomida to'langan bo'lishi, shundan oxirgi 6 oy uzluksiz bo'lishi kerak. Ixtiyoriy sug'urtalanganlar uchun dekret puli mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 5 baravaridan oshmaydi. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra bu 6.355.000 so'mni tashkil etadi. Ixtiyoriy sug'urta badalining eng kam oylik miqdori esa 63.550 so'm etib belgilangan. Bu badallarni Baraka mobil ilovasi orqali ham to'lash mumkin. Endi kasallik nafaqasiga o'tamiz. Kasallik nafaqasi xodim kasalligi yoki qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sabablar tufayli vaqtincha ishlay olmagan davr uchun beriladigan to'lovdir. Yangi tartibga ko'ra kasallikning dastlabki 5 kalendar kuni uchun to'lovni ish beruvchi amalga oshiradi. Agar ish beruvchi bo'lmasa, bu davr uchun xarajat shaxsning o'z zimmasida bo'ladi. 6 kundan boshlab esa nafaqa Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan to'lanadi. Kasallik nafaqasi miqdori ham sug'urta stajiga bog'liq. Agar sug'urta staji 6 oydan 8 yilgacha bo'lsa, o'rtacha ish haqining 60% to'lanadi. 8 yildan ortiq stajga ega bo'lganlar esa o'rtacha ish haqining 80% ni oladi. Bu yerda ham ish haqining mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 10 barobaridan oshmagan qismi hisobga olinadi. Kasallik nafaqasi bir kalendar yilida jami 182 kungacha to'lanishi mumkin. Agar ota-ona kasallangan bolani parvarish qilish kerak bo'lsa ham qo'shimcha imkoniyatlar bor.
14 yoshgacha bo'lgan bola uchun qo'shimcha 20 kungacha nafaqa to'lanadi. Nogironligi bo'lgan 16 yoshgacha bolaning parvarishi uchun esa bu muddat qo'shimcha 40 kungacha uzaytiriladi. Bundan tashqari ayrim fuqarolar uchun kasallik nafaqasi miqdori 20% bandga oshiriladi. Bularga birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, 18 yoshga to'lmagan 4 nafar va undan ortiq farzandi bor ota-onalar hamda nogironligi bo'lgan farzandni tarbiyalayotgan shaxslar kiradi. Xo'sh, nafaqani olish uchun nima qilish kerak? Yangi tizimning eng katta qulayligi shundaki, deyarli hech qanday hujjat topshirish talab qilinmaydi. Birinchi bosqichda fuqaro tibbiyot muassasasiga murojaat qiladi. Shifokor elektron mehnatga layoqatsizlik varaqasini rasmiylashtiradi. Bu hujjatda telefon raqamingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi juda muhim. Chunki keyingi barcha xabarnomalar ayni shu raqamga yuboriladi. Ikkinchi bosqichda barcha ma'lumotlar avtomatik ravishda Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasining axborot tizimiga uzatiladi. Tizim sug'urta staji, daromad va boshqa ma'lumotlarni tekshiradi.